Qachongacha bu osilib qolgan qorin bilan yurmoqchisiz? Hammani uyida mana bunaqa o'qlov bo'lsa kerak. Hozir shu o'qlovda bajaradigan ikkita mashq ko'rsatib o'taman. Ishoninglar, har kuni bajarsanglar natija bomba bo'ladi. Bir oyda natijasini sezasiz. Uyingizda shunaqa o'tiradigan tumbami, orqasi yo'q stolmi bo'ladigan bo'lsa, ana shu palkani olib olasizlar-da, orqaga mana shunday qo'yib olasizlar. Demak, shu palkani mana shu holatda 100 tadan 3 ta takror bajarasizlar. Agar stolim yo'q deydiganlar uchun gilaminglar ustiga shunday o'tirib olasizlar-da, tizinglar og'rimasin. Mana shunday qilib palkani mana shu holatda 100 marta qilasizlar. Bu mashq mana shu ikkita yon muskulni zo'r ishlatib beradi. Ikkinchi mashqimiz, palkani shunday yonga qo'yib olamiz va mashqni bajaramiz. E'tibor beringlar, men mashqlarni to'g'ri nafas olishgacha o'rgatib o'taman. Demak, qo'lni yonga ko'taramiz, oyoqni uchini yonga cho'zamiz, nafas olganimizda qorinni ichkariga tortamiz. Mana shu mashqni 15 ta o'ng oyoqga, 15 ta chap oyoqga 3 ta takror bajarib borasizlar. Mashqlarni bajaringlar. Natijasi bo'yicha kommentariyaga yozib boring.